İlyas Halekov degan diniy boshqaruvchini endi ko'pmidir xalq bile. Qachondir bu diniy jırlar seyrlik bilan qabul etilgan edi. Bugun endi normal ko'rinishga aylanib bor ekan. Sening ne fikrda? Albatta bu jırlarning tarixini kesib olsak endi bizning ular chiqib yiqilgan balash kelib bo'lganlar bilan bizning bu jırlar. Chunki bizning abilar, babaylar mana ulkan bo'lgan vakillar, munojaatlar bilan endi bizni tarbiyaga tirishdilar bitimda. Umr bo'yina beshik jırlari bilan şu qasidalar bilan, madhiya, marsiyalar bilan deb aytasizmi, baytlar bilan. Mana endi Alloh rahmati bu bizning chet-ellarda ko'proq qo'llaniladi. Bu mana bu Sami Yusuf var endi dunyo ko'lam mas'uliyatda belgili. Yusuf Islam barandan so'ng bizning endi Mahir Zayn degan jersi, anar Mishar Rashid degan Qur'on hafizda endi ular mana o'zlarining ijodlarini shu yoqqa burib jibergan jirshlar deb aytsam durust bo'lar. Chunki ular orasida Qur'on hafizlar da bor. Masalan, Mishar Rashid o'zi Qur'on hafiz, o'zi o'ldik motor etib shu diniy nashrlar boshqara. Aminan shunga ko'ra Aminashetlar bizning abi babaylarning minashetlari bilan ularni qilanda qo'yilib o'tira. Ham ular ikki parallel yo'nalish deb olmaga keltirmaymish ayb. Alay deb de onlarga bo'laymi? Mana har bir xalqning o'ziga ko'ra bir unishaligi bor. Masalan, bizning Tubetayimiz ikkinchi turli, Dag'istonlarda u ikkinchi turli, Turklarda butunlay ikkinchi turli. Mana bizning o'sha diniy jirlar ular bizda shulay o'sish olganlar. Hozirlikni ko'rasiz, mana biz endi tatarlikni nechtar ortqa qo'yib boramiz. Ortqa shigindirib, ana boshqa chet el o'rnaklari bilan tarbiyalanasimiz kelar, ammo o'zimizning qirg'a bo'lgan tarbiya nechtar ortqa qoladi. Mana shunga ko'ra mana bu jırlarni o'zimizning yoqqa bursak xayrliroq bo'ladi albatta. Sen bu ishni boshqarasizmi endi? Biz mana o'zimizning konsertlarda, o'zimizning shu chorlarda men endi munojaatlar boshqaraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ana boshqa madhiyalarni mana Mavlid bayramlarida alohida qo'llanib jırlardan munojaatlar bormi sening repertuarda? Bor, andilar Rabbim Allah deydi Musa degan munojaat bor. Anar so'ng endi Payg'ambarimizning Mavlidi turundagi bo'lgan munojaat bor. Anar sabrlik munojaati. Şu vaqtda Allah Taala turunda bo'lgan munojaatlarni biz qo'llanib o'tirishamiz, ammo bizning yoshlarga bitin zaman sharoit kerak. Ular zaman sharoit bo'lgach, bu zamoncha iblarni mana zamoncha yoshlarni fikrlarini durust yoqqa buruv niyati bilan zamoncha jırlarga mana shu diniy iblarni qo'shamiz endi. Mana shunga ko'ra bu kelib chiqdi. O'zi zaman sharoit so'zlari diniylikka tabi bora turgan, deymi? Mana sho'yroq deb aytasim keladi, durust aytding. Shunaqda da chunki yoshlar ko'rasiz, mening nima jatanglamay. O bugün jırlı türlü üstü mesela xiyonat türüne jırlar işitirgen mümkün şu vaqtdan da diskotekada bo'lgan şıqsı jırlarni bu jırlarni tanlagaç endi xalqda anchiklar bu jırlauvchida da men aytasim kerak o'zimizda da endi shoy men o'zimda aytam chunki biz bu shu zamona bilan shu ishlar bizning bu ishlarimiz Allohning rahmati Alloh taolo qarshısında namoz o'qirga bosolmagan kishiga yordam eta olsa namaz o'qirgan 5 metr qolgan masjidga kirgan. Ammo balki shunday ishlar borda sening jirni eshitib dostum. Anday bu ishlar ketgan kishilar. Allohning rahmati shunday kishilar bo'ldi. Allohga shukr bu vaqt kishilarida konsertlarda mana dinga tortilib Alloh taolo turida o'ylovchi kishilar Allohga shukr bo'ldi. Bu umidlarim kelajakda da ham endi mana jamoat mana shu shunday illarda jamoat o'rinlarida nikohlar uyushtiriladi hozir emas, zo'r etib. Sening o'zingda nikohlar olib borasizda bilan majlislar. Mana shu mana nikohlarni hozir to'y formatida motorlar olib bora boshladilar, 100 kishi jib. Mana bu shu bizning mana shu yerlar shunda endi motorga kirib ketdilar endi ular. Chunki tege sikirtib, biyitib, kishini ozdirtatan yerlar o'rnida nikoh tobonida motor ittirib mana bu yerlarni jirlaw, ul bizning tatar xalqining urf odatına to'g'ri keldi, Allohga shukr. Diniy yoqdan namoz o'qigan kishilarga yordamlik bo'larakda endi yordam etdi. Bu yerlarni durust anglab, tag'inda yerlar biz istiroj yerlar orasida da shunday yerlar ko'payib bo'lsa, ul nur ustida nur bo'lar edi. Yigirek yaxshiroq qiladi chunki xalq ko'ngilini tezroq kiradi sening. Xalq ko'ngili hozir shuni talab etadi deb o'ylayman. Talab etadi chunki albatta xalq bizning endi shoyinchilar bilan o'zlarining qo'yg'alarini da bosar. Masalan endi men aytasim kelar, ul jirchilar orasida bo'lgan turli istirojlarlar, buyujlar ular kishini yo'l ettiradilar. Ammo yo'l ettirganda o'zina ko'ra bir bo'lar bitin aram qilsa, shunga ko'ra durust yo'l ettirgan nasib etsin Alloh taolo. Ham yoshlarimizni, o'zimizning bolalarimizni, onalarimizni durust yo'lda islom yo'lida tarbiya nasib bo'lsin. İlyas, mana so'rov tuva sen bilan yashashganda mana ikki turli qarash yashay hozir bizning yoshlar orasida da, ulkanlar orasida da milliylikka bosim yasirga tegishmi biz? Alla diniylikkami? Chunki bir turkum musulmon yoshlar aytadilar, millat Xudoy qarshida millat tugul, islom dinida bo'lish muhim. Mana diniylikka bosim yasir deb aytadilar. Bizning Qur'on Karim kitobida aytilgan, Alloh taolo bizni turli xalqdan yaratgan. Alloh taolo aytadi bizga, biz sizni turli xalqdan yaratdik.
bir-biringizning o'rnak sifatlar bilan aralashib yashab o'tishni deydi. Bu narsani anlatayın da mana biz tatar, boshqa kishi o'zbek, boshqasi tojik, o'rus millati, shuvosh millati. Ya'ni biz o'zimizning motor sifatlarimiz bilan bir-birimizni to'llantirib tegish. Mana bunda urilib bora bu din bilan da, shu vaqtda millat bilan da. Biz ana tega bir shotiran qush shekilli deb ko'radiz. Ko'ramiz mana hozir qarasak imi? Bizda kirib ketdi jinsi shalvar, haymi? Qisqa anda mini yubkalar, haymi? Ular qo'yan kirgan qadar. Bu bizning o'zimizning boshqa millatlarning kerak bo'lmagan odatlarni biz o'z etib oldik. O'zimizniki qayga ketdi? O'zimizniki yo'qqa chiqdi. Sho'ybi. O'zimizniki biz reklamalamasaq, o'zimizniki biz olg'a qo'yib qo'ymasak, demak bizning turna kim o'ylashaq? Bir kim o'ylamaydi. Aytamiz bitindi. Urishda yaxshi bo'ldi, tatarchada yaxshi bo'ldi. Ikkisi bizning uchun kerak o'zatlik, ammo anim bilan natiqul hozir inglizchada o'rgatishimiz, arabchada, turkchada, chunki aralashuv uchun Tatarning tam bir maqalini aytasim kelar, tatarga tilmash kerakmi degan maqal bor. Tilmash kerakmi? Biz shu bilan o'zimizning bilimligimizni ko'rsata olamiz. Shunga ko'ra yoshlarga da, ulkanlarga da endi men shu turmushda motorlik bilan, go'zallik bilan yashashga nasib bo'lsin deb aytasim kelar.